yurak elektrokardiografiyasi, ya'ni EKG yoki yurak ultratovush tekshiruvi EKG bemorga aniq tashxis qo'yish uchun yetarli emas. Shunday bir ko'p kuzatiladigan holatlar, bemor tomonidan yo'l qo'yiladigan xatoliklar ham desak bo'ladi. Bemorlar EKG, EKG qildirishadi, vrachlarga Telegram yoki WhatsApp orqali yuborishadi. Vrachdan so'rashadi: "Doktor, hammasi yaxshi ekanmi? Hech qanaqa o'zgarish yo'qmi?" degan savol bo'ladi. Albatta, vrach bu EKG va EKGni ko'rgandan keyin hech qanday o'zgarish yo'qligini ko'rib, xuddi shu javobni yozadi: "Ha, hammasi yaxshi, o'zgarish yo'q." Lekin bu tashxis qo'ydi degani emas. Albatta, bunday holatlarda shikoyatni eshitish shart. Bemorni shikoyatini eshitmasdan turib va bemorni o'zini ko'rmasdan turib tashxis qo'yish bu juda katta xatolik hisoblanadi. Shunday bir qiziq holat bo'lganki, bizda bemorda bir kun oldin og'riq bo'lgan, bemor ertasi kuni doktorga borarman, vrachga borarman degan xulosani qilib uchrashgan. Ertasi kuni vrachga borgan va shu bemorga EKG, shu EKG tavsiya qilingan. Bemor EKG qildirgan, EKG qildirgan, EKG qilgan vrachdan so'ragan, hammasi yaxshi, EKG qilgan vrachdan ham so'ragan, muammo yo'q va shu bemor vrachni o'ziga, konsultatsiya qilgan vrachni o'ziga uchrashmasdan, hammasi yaxshi ekan deb uyiga ketgan, shikoyatlarni aytmasdan turib. Va xuddi shu bemorda 1 soatdan keyin infarkt holati kuzatilgan. Shunday holatlar ham bo'lishi mumkin va tez uchrab turadi. Demak, EKG va EKGni o'ziga qarab turib, shu tekshiruvlar natijasiga qarab turib tashxis qo'yish mumkin emas. Rahmat.